Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi 2023-yil atik 31 km masofani bosib o'tgan 3 avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holatda. Mana shu kapotning uchida bir qancha fitnesi bor ekan. Qolgan joylar top-toza, to'rtta yangi yumshoq bo'loldi qo'yilgan. Tayyorlovga ruxsati hali 7 oy bor ekan. Glansli stokalar qilingan, salonini ham ko'rishingiz mumkin. Saloni ham zo'r holatda. Pakeleniya propan gaz bo'loldi ustanovka qilingan. Salon holati ham ideal holatda turibdi. 927 mejgar putli ustanovka qilingan. Sidina podograflar bor. Evekor kori tashalgan. Aytib o'tgandek pakeleniya propan. Даже okalar kuzlarda qirilgan shilingan joylar ham yo'q. Kraskalar qolgan joy top-toza, kapotning uchida bir qancha bitnosi bor. Kuzlarda qirilgan shilingan joylar ham yo'q. Xullas mashinani olib mazza qilib minasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'kelasizlar olib mazza qilib minishinglar uchun $13,250 bu holanda $13,250 ga 2023-yil 31 km masofani bosib o'tgan minishga tayyor 3 avtomat korobka Gentra.